Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like, kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni обязательно kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagini boshlab beramiz. Ana endi yangisi deb yangisini kutib o'tirgan akalarimiz uchun yangisini ham ideal holatdagisi bo'ladi. Andijon like'larni tirsilatasizlar. Bu sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan 7504 X traktorini polni yangisi, polni salondan kelganday ideal holatda turgan, juda ham kam ishlagani bo'ladi. Qani ketdik Andijon like'larni tirsilatgan bo'lsangiz sizlar uchun. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorchamiz holati ideal, hamma joyi radnoy, juda ham kam ishlagan. Atiga 850 soat ishlagan deyaptilar. 2020-yil ishlab chiqarilgan, holati yangida, polni kabinalik, umuman biron joyda kamchilik yo'q, faqat olib minsangiz bo'ldi deyaptilar. Narxi $12,000 bu aytiladigan narx, kanishni real olaman deykan telefon qilsin, borib ko'rsin, minib ko'rsin. Qolgan ma'lumotni o'sha traktorning yonida aytib eshitamiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlar Andijonda. Ana endi xlebni go'ri Toshkent sizlar uchun bo'ladi. Polni bomba agregat, polni hammasi yangi agregat texnikasi bilan birga MTZ 82.1 da polni boyoydan so'ragan akalarimiz uchun, Toshkent viloyati qibraylik bratlarimiz uchun, Toshkent like'larni tirsilatasizlar, sizlar uchun komplekt xohlasa adelni sotiladigan garantiyalik Belarus agregatlari bilan birga hammasi yangi. 2019-yil ishlab chiqarilgan Belarus, holati zo'r, 9000 soat ishlagan, hamma narsasi polni bomba holatda, ichlarigacha tuyning umuman biron joyda kamchilik yo'q, hamma narsasi ishlab o'tiribdi. Olib minsangiz bo'ldi, chisti Belarusya zborka deb ma'lumot qoldirganlar. Bu traktorimizga aytib o'tganimizday ideal holatdagi Turetskiy yangi holatdagi press apparati bor ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan, holati ideal, xuddi ko'rib turganingizdek traktor ham, press apparatimiz ham, hamma agregatimiz o'zi bir qo'l. Bundan tashqari zo'r sostenadagi plugi yana ideal holatdagi chizili universal, olib ishlatsangiz bo'ldi. Ana endi oxirgi agregatlari vobshe bomba holatdagi, mana shu yerda ko'rib o'tirgan o'sha routerni, kasilka routerni kombayn ham deydi buni. Xohlasa slyoz qilib beradi, xohlasa traktorga o'tadi, xohlasa tilichkaga, xohlasa yerga ham press apparat uchun o't mahsulotlarini o'rib tashab ketadi. 3 xil holatga o'rib beradigan kasilkamiz. Hammasi ishga tayyor kasilkamiz. 2 metr joyda polni o'rib ketadi. Garantiyalik bu ham ishga tayyor, hammasi yangi, hammasi ideal holatda. Faqat olib minsangiz bo'ldi. Umuman biron joyda kamchilik yo'q. Hamma agregati bilan birga narxi $35,000 bo'libdi. Bu aytib o'tiladigan narxi real olaman deykan bo'lsa, kami bor kelishamiz deganlar. Xohlasa adelni, xohlasa kampilik ham beraveramiz deganlar. Tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotni Toshkentdan oling. Ana endi surxonlik bratlarimiz uchun T28 shishakor akvariumchamiz bor. Holati ideal, polni bomba holatdagisi, Surxondaryo viloyati Sho'rchi. Qani ketdik, bormisizlar? Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan o'sha aytib o'tgan traktorimiz 1991-yil ishlab chiqarilgan, polni dokumentda muammo yo'q. Motor, korobka, polni hamma joyini bir boshdan noldan ko'rib chiqqanmiz. Hamma joyi remont bo'lgan, stator akkumulyatorlari bor, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Balonchalari ham 70% arqasi, ollagi pashti yangi deganlar. Umuman xarajat yo'q, faqat olib minsangiz bo'ldi. Garantiyalik T28. Narxiga kelsak 23 million bu aytib o'tilgan. Narxi real olaman deykan bo'lsa, kami bor kelishamiz deganlar telefon qiling, qolgan ma'lumotni telefonda oling. Ana endi eng arzon narxdagi T28imiz o'sha 3 kolosolik Bartavoy T28 so'ragan akalarimiz uchun vobshe arzon narxda. Bunaqa narxda hali T28 bo'lmagan, garantiyaligi bo'ladi. Namangan viloyati Norun, bu sizlar uchun namanganlik akalar bormi? Qani ketdik, like-chalarni tirsilatinglar. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorchamiz. Motor korobkachasida aybi yo'q, hamma joyi ishlab turibdi, polni ideal holatda, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Stator akkumulyatorlari kanishna bor, dokumentlari bor, umuman biron joyda xarajati yo'q. Narxi 12 million. Bunaqa narxda hali bunaqa traktorcha bo'lmagan, real olaman deykan kelsin ko'rsin, kami bor kelishamiz deganlar o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Namangandan olishingiz mumkin. Ana endi bu yo'g'i eng arzon narxdagi belaruschalarimiz qoldi. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala bormisizlar? Qashqadaryolik akalarimiz uchun 4 kolosolik mayda kabina Belarusda eng arzon narxdagisi bo'ladi. Ham
3 korpus plugi bilan birga. Traktorchamizda zadnimoz korobkasida shum yo'q. Hamma joyi ishlab turibdi. Motorchalar remontdan chiqqan, umuman kamchiligi yo'q. Даже rollarigacha gidravlika faqat olib minsangiz bo'ldi. Yarim kalitda zavodit bo'ladi. Stator akkumulyatorda polni dokumentalni umuman biron joyda kamchiligi yo'q. Aytib o'tganimizdek 3 korpus plugi bor. Plugi bilan birga narxi 45 million aytiladigan narxi real olaman degan kelib ko'rsin. Kami bor kelishamiz deganlar. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Qashqadaryodan olishingiz mumkin. Mana shu Belarusimiz sotiladi. Sostenasi zo'r, motor, korobka hamma joyi ishlab turibdi. Korobka, zadnimoz polni yig'ilgan noldan. Oldi maxavek, mufta sipleni hammasi yangi, qizil bosilgan. Garantiyali hamma joyi ishlab turibdi hamma joyiga. Prosta odam yo'qligi uchun sotmoqchi bo'lamiz. Palovozlar hamma joyi zo'r. Motorchasi, radiatorlari ham yangida hamma joyi. Bunlarni mo'qilingan. Traktor. Oldi peredok resorni qilib taxlangan. Böyle gidravlika. Traktor dahshat holatda ishlab turibdi. Mana eshitib turibsizlar, Belaruschamizni ma'lumotlarini akamiz chotki bomba qilib aytib o'tib ketdilar. Hamma joyi ishlab turibdi, hamma joyi boyovoy holatda, rullarigacha gidravlika, vomlarigacha ishlaydi deganlar. Bu traktorchamiz Navoiy viloyati O'rtacho'lda turibdi. Hamma joyi o'zining holatiga, endi yuvib tozalaganimiz yo'q. Hammasi qanday bo'lsa shu holatida deyaptilar. Telefon qilsangizlar, to'liq ma'lumotlari telefonda, narxi vobcha arzon narxda 39 million real olaman degan kelib ko'rsin, kami bor kelishtirib beramiz deganlar. Qolgan ma'lumotlarni telefonda olib, narxlarini ham yana telefonda aytib bersangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling. Ana endi legenda Matizchalardan so'ragan akalarimiz uchun o'sha Matizning zo'ri, Matiz 5 bombasi bo'ladi. Navoiy viloyati Qiziltepa bugun sizlar chempionslar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan polni tuning qilingan Matiz 5 bomba holatdagisi. 2006-yil ishlab chiqarilgan holati ideal, probegi 26 ming yurgan, umuman biron joyda kamchilik yo'q, u yoq bu yoqda ozmoz kraskasi bor, urilgan, durtilgan joyi yo'q deyaptilar. Yoqilg'isi metanda 65 talik metancha qo'yilgan, ichlari polni tuning qilingan, ichini ham ko'rib o'tiribsiz. Polni garantiya, polni hamma joyi ideal holatda. Faqat olib minsangiz bo'ldi, umuman biron joyda xarajat yo'q. Videolari ham bor. Ko'ring, yo'qsa telefon qiling. Narxiga kelsak, $3200 bu juda ham arzon narxda, real olaman degan kelib ko'rsin. Kami bor, kelishamiz deganlar. Qolgan ma'lumot telefonda. MT80X traktorimiz bor. Yangi traktordan 1 gram ham qolmaydigan, puli arzon, puli yengil bo'ladi. Jizzax qani ketdik sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belaruschani agon holatdagisi boyovoyi. Motorchasi qara motorda, yangi motor, zadnimoz korobka. Hamma joyini traktorimizni noldan ko'rib chiqqanmiz. Hamma joyi yangi zapchasi qo'yilgan, 100% javob deyaptilar. Balonchalari yangi, vomlari ishlaydi, polni elektronika ishlarigacha qilingan, pavorotning avariya, hamma narsasi boyovoy, ichlari tuning. Karochi olib, kayfini aytib yursangiz bo'ldi deyaptilar. 1990-yil ishlab chiqarilgan traktorcha, umuman biror joyda xarajat yo'q. Men degan yangi traktordan zo'r qilganmiz, 100% javob deyaptilar. Narxiga kelsak, narxi ham juda ham arzon aytib o'tganimizdek, 85 million aytiladigan narxi real olaman degan. Kelib minib ko'rsin, kami bor kelishamiz deganlar. Qolgan ma'lumot telefonda. So'lik arzon Belarus so'ragan akalarimiz ko'p edi. Bunaqa narxda bunaqa traktorcha 100% bo'lmaydi. Qashqadaryo viloyati Koson qani ketdik sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan katta kabina 3 kalli so'lik MT80X ni juda ham arzon narxdagisi, hamma joyi zo'r holatdagisi. Like'larni bosgan bo'lsangizlar, kommentariyani yozinglar. Qani ketdik
Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor. Motor korobkasida ishi yo'q. Skordan tashamaydi. Hamma joyi ishlab turibdi. Motorchasi mo'y, rasxodi ham yo'q deyaptilar. Radiatorlar 100% suv qaynatmaydi. Hamma joyi ishlab turibdi. Polni dokumentalni. Telefon qilsangiz yana o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu traktorchamizni narxi 42 million bo'libdi. Bu aytib o'tilgan narx kanishni yana kami bor kelishamiz deyaptilar. Telefon qiling qolgan ma'lumot Qashqadaryo viloyati Kosonda bo'ladi. Ana endi bu yo'g'i katta bollarni katta pul topadigan texnikachalar bilan boshlab beramiz. Samarqand ishtihom bormisizlar? Like'larni tirsilatasizlar. Samarqandlik obunachilarimiz bugun chempion sizlar uchun KSK 100 ideal holatdagisi polni luboyt mahsulotlarini o'rib, mollaga kayf o'yimni aytadigan qilib, o'rib beradigan holatga keltirib beradigan KSKni ideal holatdagisi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor holati ideal, biror joyda kamchilik yo'q. Hamma joyi ishga tayyor, sezonga tayyor, olib ishlatib pulni topsangiz bo'ldi deyaptilar. Bu texnikachamizda o'nlagidagi 4 metrlik beda beradigan jatkasi bor ekan, holatini ko'rib o'tiribsiz, videolari ham bor, ko'rasiz, baholaysiz. Bundan tashqari yana makka beradigan jatkasi bor, 5-6 qatorda o'rib, slyos qilib beradigan holatga keltirib beradi. Bu ham ishga tayyor, umuman biron joyda kamchiligi yo'q. Kampligiga 200 million aytiladigan narxi real olaman deykan, telefon qilsin, kami bor kelishamiz deganlar. Umuman qolgan joyda dokument biror joyda muammosi bo'lmaydi, faqat pulni sanab olib ketib pulni ishlaysiz, tamom deganlar. Tortinmay telefon qiling. Ana endi pulni pachka topadigan texnikalarni sezoni kelibdi. Pulni pachka topadigan katta bollar uchun qani ketdik Farg'ona viloyati Oltiariq. Mana sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan slyos qilib beradigan kombaynni agoni, politsiya kombaynini bombasi radnoyi agoni bo'ladi. Qani ketdik Farg'ona like'larni tirsilatinglar sizlar uchun. 2016-yilda ishlab chiqarilgan traktor. Holati ideal, hamma narsasi pashta o'ziniki. Radnoy holatida biror joyda kamchilik yo'q. Bitta motorcha, yangi motor bosganmiz. Umuman hozirda biror joyda kamchilik yo'q. Hamma joyi yangiday. Traktorda ham ko'rib o'tiribsizlar, ideal holatda. Faqat etib, faqat soqqani topish kerak. Pulni topish kerak, tamom. Bu o'rgan o't mahsulotlarini mo'li qo'ylar o'sha labini ochida yeykan, короче, apparatni agon holatdagisi. Narxi 45 ming dollar bu aytiladigan narxi real olaman deykan bo'lsa kami bor kelib ko'rsin. Kelishamiz deganlar. Yesichu alohida beda jatkasi ham bor deyaptilar. Buni ham rasm o'tadi. Ko'rasiz, baholaysiz. Beda jatkasi kanishni alohida bo'ladi. Xohlang beda jatkasi bilan birga olib keting, xohlang traktorchani adelni olib keting. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumot. Ana endi katta bo'llar minadigan texnikamizni puli arzonrog'i, puli yengilrog'idan so'ragan akalarimiz uchun yana Farg'ona viloyati Oltiariq sizlar uchun politsiyamiz bor. Bu ham ideal holatdagi o'sha slyos qilib beradigan kombaynimizni. Ikkinchisi, bu ham ideal holatda, bu ham radnoy holatda, hamma joyi qip-qizil lastikka короче. Olib buni ham minish kerak. Umuman biron joyda kamchiligi yo'q. 2013-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy, biror joyi o'chilmagan, biror joyda kamchiligi yo'q. 100% bunga ham javob, 100% bu ham garantiya deyaptilar. Bunisini narxi 40 ming dollar bu aytiladigan. Narxi real olaman deykan bo'lsa kami bor kelishtirib beradilar. Bunga ham o'sha beda beradigan jatkasi bor. Beda beradigan jatkasi, конечно, bu alohida narxda bo'ladi. Xohlang u traktor bilan, xohlang bu traktor bilan olib ketsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qilasiz, o'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumotni Farg'onadan olasiz. Farg'ona like'lar qimillab, bang'illab, dang'illab ketsin. Endi Farganskiy dolina sizlar uchun bo'ladi. Katta bollar bormi? Katta bollar uchun o'sha yili yangi boyovoy holatdagi Magnum 8940 ta boyovoy bo'ladi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa qani ketdik sizlar uchun. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Magnumchani agoni
orqasidagi original zavodiskoy plugi bilan birga. Magnumchamiz 2000-yil ishlab chiqarilgan polni dokumentalni, motorchasini yaqinda kapitalni remontdan chiqardik. 1 gram hozirda moy rasxodi yo'q, hamma joyi yangiday. Zadnimoz korobka o'chilmagan. Короче, hamma joyi radnoy, hamma joyi yangiday holatda, biror joyga xarajati yo'q deyaptilar. Yana qo'shib beriladigan aytib o'tganimizdek, zavodskoy turetskiy aylanma plugi bor ekan. 2020-yilda ishlab chiqarilgan plugcha. Bu ham ko'p ishlamagan holati, yangiday, biror joyda kamchiligi yo'q. Ikkovini komplet $25,000 deyaptilar, aytib o'tilgan. Narxi real olaman deykan kesin ko'rsin, kami bor. Kelishamiz deganlar qolgan ma'lumot Farg'onada.